Bismillahirrahmanirrahim. Nəhayət şəfqətlik və mehriban Allah'ın ismi bilan başlayman. Hamim. Hamim. Ayn Sin Qaf. Ayn Sin Qaf. كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. G'olib, hikmat bilan ish qilguvchi Allah sana va sendan ilgirki payg'ambarlarga mushundoq vahiy qiladi. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. Osmonlardagi shaylar va zamindagi shaylar Allohningdir. Ya'ni Allohning mulkidir. Allohning tasarrufi ostidadir. Alloh ustundir, kattadir. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. Allah'ның katlılıqıdan osmonlar yuqori tarafidan yerilib ketishib tos qoladi. Farishtalar Parvardigoriga tasbih aytidi, hamd aytidi. Yer yuzidagilarga mag'firat tilaydi. Bilinglarki, Allah haqiqatan nihoyat mag'firat qilguvchidir, nihoyat mehribondir. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. Allah'ını qoyub butlarını egi qılıb alğanlarının əməllərini Allah küzütüb turğucudur. Sen onlarga ami eməzsən. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فريق في الجنة وفريق في السعير. Mekke ahalisini ve onun etrafındakilerini agahlandırışın üçün, kişilerini kıyamet günden agahlandırışın üçün, sana biz muşundak Arapça Kur'an'ı nazil kıldık. O günde hiç şek yoktur. O günde bir pırkı kişiler cennette ve bir pırkı kişiler cehennemde buludu. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ يُدْخِلُ مَنْ يَشَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالظَّالِمُونَ مَا لَهُمْ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Eğer Allah halisa, ularını, yani bütün insanlarını elbette bir ümmet, yani bir dinde kılattı. Lekin Allah halıgan adamını rahmetiga dahil kılıdı. Zalimlarga hiçkandak ege, hiçkandak medetkar bulmaydı. أَمِ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِيُّ وَهُوَ يُحْيِي الْمَوْتَى وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Belki ular Allah'tan başkalarını egi kılıp aldı. Fakat Allah egidir. Allah ölüklerini tirildirdi. Allah her nersege qadir. وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِيهِ مِنْ شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ
ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. Sizler din üstüde ve onundan başka her qandaq narsa üstüde ixtilaf qilishmanglar. Onunğa Allah hüküm çıqırdı. Ey Muhammed, ularga aytqin ki, ani şu Allah mening Parvardigorimdir. Onunğa tevekkül qildim. Hamma ishda Allohga murojaat qilaman. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. Allah osmonlarni va zaminni yaratquchidir. Allah sizlarga o'z jinsonlardan juftlarni, ya'ni ayollarni yaratdi. Hayvonlarga o'z tipidan juftlarni yaratdi. Bu orqali Allah sizlarni ko'paytirdi. Hech şeyi Allohga o'xshash emasdir. Allah hammani anglab turg'uchidir, hammani ko'rib turg'uchidir. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. Osmonlarning va zaminning xazinalarining ochqishlari Allohning ilkididir. Allah xohlagan kishining rizqini sinash yuzidan keng qiladi. Xohlagan kishining rizqini baloga mubtalo qilib sinash yuzidan tor qiladi. Allah haqiqatan hamma narsani bilib turg'uchidir. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. Allah sizlarga dindan Nuhga tavsiya qilgan narsani, sana, ya'ni Muhammad alayhissalomga biz vahiy qilgan narsani, Ibrohimga, Musoga va Isoga biz tavsiya qilgan narsani bayon qildi. Sizlar dinni barpo qilinglar. Dinda tafriqchilik qilmanglar. Mushriklarga sen ularni da'vat qilgan narsa, ya'ni tavhid eg'ir keldi. Allah tavhidga xohlagan odamni tanlaydi. Allohning toatiga qaytadigan odamni tavhidga boshlaydi. وَمَا تَفَرَّقُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ. Yahudi, Nasara qatarlıqlar, ularga ilim kelgəndən kin, yani ular Resulullah'ın haq peyğəmbərlikini bilgəndən kin, ondan özara həsəd qilishib firqalarga bölündü. Əgər Pərverdigarının ularını cəzalaşını, qiyomatgacha ta'xir qilishdan iborat so'zi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta hukm chiqarilib bo'lgan bo'ladi. Ya'ni ular tez aloq qilingan bo'ladi. Ulardan keyin kitobga varislik qilganlar, ya'ni Rasululloh bilan zamondosh bo'lgan ahli kitob haqida qattiq dargumondidir. فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ
لهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. Şunun üçün, yani dinde ixtilaf qilishqanlik üçün, ey Muhammed, barliq insonlarni to'g'ri din asosida ittifoq bo'lishga chaqirg'in. Buyurilganing bo'yicha to'g'ri yo'lda ching turg'in. Ular, ya'ni mushriklarning nafsi xohishlariga agashmagin va aytqin: Allah nozil qilgan barliq kitoblarga iymon etdim. Oranglarda adil bo'lishga buyurildim. Allah bizning Parvardigorimizdir. Sizlarningmi Parvardigoringlardir. Bizning amallarimiz o'zimiz uchundir. Sizlarning amallaringlarmi o'zinglar uchundir. Sizlar bilan bizning oramizda jidallashishga o'rin yo'q. Chunki haqiqat oshkordir. Allah qiyomat kuni bizni hukm chiqarish uchun yig'idi. Oxir qaytadigan joy Allohning dargohidir. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. Kişiler Allah'ın dinini qabul qilgandan keyin kişilerini imandan to'sish uchun Allah'ın dinida husumat qilishganlarning dillari Allah'ın dargohida botildir. Ular dunyoda g'azab uchraydi. Oxiratda qattiq azobga duchor bo'ladi. Allahu allazi anzala al-kitaba bil-haqqi wal-mizan. وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّ السَّاعَةَ قَرِيبٌ. Allah kitap, yani Kur'an'ı haq bilan nazil qildi ve adaletni nazil qildi. Sen nim bilsen, kıyamet yaqin bo'lishi mumkin. يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِهَا وَالَّذِينَ آمَنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ أَنَّهَا الْحَقُّ. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. Kıyametki işenmeydiğanlar onun buluşunu aldırtıdı. Onunla işindiğanlar bolsa kıyametten korkudu. Kıyametni haq deb bilidi. Bilinglar ki kıyamet toğırlıq mücadele kıldıqanlar elbette çonqur gumrahlıqtıdır. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. Allah bendelerge köyün gücüdür. O xalığan adamge keng rızık berdi. Allah küçüktür, galiptir. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. Kimki özünün ameli bilen ahiretinin savabını gözlese, onun savabını ziyade berimiz. Kimki ameli bilen dünyanın menfaatini gözlese, onun tiligen menfaatinin bazısını berimiz. Onunla ahirette savabdan hiç nesibi yok. أَمْ لَهُمْ شُرَكَاءُ شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللَّهُ وَلَوْلَا كَلِمَةُ الْفَصْلِ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ. Ularning Allah ruxsat qilmagan narsalarni din qilib bekitgan ma'budlar bormi? Allohning ularga beriladigan azobni qiyomatgacha ta'xir qilish to'g'risidagi hukmi bo'lmasa edi, ularning orasida albatta dunyodala hukm chiqarilgan bo'ladi. O'zlariga zulm qilguvchilar, ya'ni kofirlar qattiq azobga duchor bo'ladi.
ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. Qiyomat kuni kofirlarning dunyoda qilgan gunohlarining jazosidan qo'rqib turganligini ko'rsan. Ular mayli qo'rqsin, qo'rqmasin, jazo ularga cho'qim nozil bo'lg'usidir. Iymon etgan va yaxshi amallarni qilganlar jannatlarning bog'chalarida bo'ladi. Ular Parvardigorning huzurida xohlagan narsalardan bahramon bo'ladi. Bu katta in'omdir. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. Allah iman etgan ve yaxşı amellerini kılgan bendelerge ani şu in'am bilen hoş haber berdi. Peygamberlikni tebliğ kılganlıkımga sizlerden haq talep kılmayman. Fakat tuqqançılık hakkı üçün meni dost tutuşunlarını, yani Perverdigarımның davetini yetkizishimge çekilmaslıklarını tileymen, degin. Kimki birer yaxşı iş kılsa, onunğa biz savabını ziyade berimiz. Allah hakikaten naiti mağfiret kılgıcıdır. Az yaxşılıkka köp savab bergücüdür. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته إنه عليم بذات الصدور. Ular, yani Quraysh kafirleri, yani Muhammed Allah'a yalganını toqidi demdu. Agar Allah xolisa, yani ular guman qilgandek Allah'a yalganını toqigan bolsang, senin qalbingni pechatgan bo'ladi. Allah batılını yo'q qiladi. Payg'ambarga nozil qilgan so'zlari orqali haqni haq qiladi. Allah haqiqatan dillardagi sirlarni bilib turg'uchidir. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون. Allah bendelerden tövbeni qabul qiladi. Yaman ishlarni afu qiladi. Qilayotgan ishinglarni bilib turdi. ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. İman etgan ve yaxşı amellerini qilganlarning duasına Allah icabet qiladi. Kamalı fazildan ularga savobni ziyoda berdi. Kafirlar qattiq azobga duchor bo'ladi. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. Agar Allah bendelerinin rızkını keng qilsa, ular albatta ziminda fitne pasat teriydi. Lekin Allah xohlagan narsani o'lcham bilan tushirdi. Allah haqiqatan bandalarning ahvolidan to'liq xabardardir. Uni ko'rib turg'uchidir. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. Ular yağmurning yağışdan ümitsizlangandan keyin Allah yağmur yağdırıp berdi. Rahmetini yaydı. Allah hammaning egisidir. Madhiga loyiqdir. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على
جمعهم إذا يشاء قدير. Osmonlarning, zaminning yaratilishi va u ikkisida jondarlarning yeyilishi Allohning qudratining dalillaridandir. Allah agar xolisa, ularni jam'i qilishga qodirdir. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. Sizlarga, ya'ni jininglar yoki melinglarga har qanday bir musibat yetsa, u sizlarning qilgan gunohinglar tufaylidan kelgan bo'ladi. Allah nurg'un gunohinglarni afu qiladi. Afu qilmaydigan bo'lsa, balo va musibatdan hech qutulmas edinglar. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. Ey müşrikler! Sizler ziminde Allah'ın azabından kaçıp kutulalmaysızlar. Sizlerge Allah'tan başka hiç ige ve medetkar yok. وَمِنْ آيَاتِهِ الْجَوَارِ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. Denizde katlıqıcı tağdaki kemiler Allah'ın kudretinin delillerindendir. إِنْ يَشَأْ يُسْكِنِ الرِّيحَ فَيَظْلَلْنَ رَوَاكِدَ عَلَى ظَهْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ. Agar Allah xolisa shamolni to'xtatadi-da, kemilar denizning ustida to'xtab qoladi. Buningda qattiqlikda sabr qilguvchi, kamchilikda shukr qilguvchi har mo'min uchun nurg'un ibratlar bor. أَوْ يُوبِقَهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُ عَنْ كَثِيرٍ. Yoki Allah xolisa ishidagi kishilarning qilgan gunohlari tufaylidan kiyimlarni bo'ron bilan aloq qiladi. Allah nurg'un kishilarning gunohlarini afu qiladi. وَيَعْلَمَ الَّذِينَ يُجَادِلُونَ فِي آيَاتِنَا مَا لَهُم مِّن مَّحِيصٍ. Bizning oyatlarimiz ustida mujodila qiladiganlar o'zlariga Allohning azobidan qochib qutuladigan joy yo'q ekanligini biladi. فَمَا أُوتِيتُم مِّن شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى. وَمَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ وَأَبْقَى لِلَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. وَالَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ وَإِذَا مَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ. وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Dünyanın nimetlerden sizlerge berilgen her qandaq narsa, dünya tirikçiligida faydalanadigan narsalardir. İman etgan, Parvardigoriga tavakkul qiladigan kishilarga gunohi kabirlardan, qabih ishlardan saqlanuvchilarga, darg'azab bo'lganlarda kechiralaydiganlarga, Parvardigorining da'vatiga ovoz qo'sha oladiganlarga, namozni ta'idil arkom bilan o'taydiganlarga, ishlarini maslahat bilan qaror qiladiganlarga, biz rizq qilib bergan narsalardan sadiq qiladiganlarga, uchirgan zulmga qarshi tura oladiganlarga Allohning huzuridagi savob texmi yaxshidir, texmi boqiydir. وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَأَصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ. Bir yamanlıqның cazası şununğa oxşaş bir yamanlıqdır.
Ya'ni sana bir kishi qanchalik chiqilsa, shunchalik chiqilmay oshirvassang bo'lmaydi. Kimki intiqom olishga qodir turuqliq afu qilsa va o'zi bilan yomonlik qilg'uchining orasini tuzsa, uning ajrini Alloh berdi. Alloh haqiqatan zulm qilg'uchilarni do'st tutmaydi. وَلَمَنِ انْتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ. Zulmga uchirg'uchi odam intiqomni olsa, uni ayblashga bo'lmaydi. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. Ayıplandıqanlar faqat kişilərə zulm qılıdığan, zimində naq rəvişdə fitnə fasad teriydigan adamlardır. Ani şular qattiq azabqa duçar boludu. وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Kimki əziyyətə səbr qılsa, Allah'ın razılığı üçün intiqam almasa, bu əlbəttə mərğub işlərdəndir. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ وَلِيٍّ مِنْ بَعْدِهِ وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ سَبِيلٍ. Allah gumrah qılğan adamga shuningdan hech egi yo'qdir. Zolimlar azobni ko'rgan chaqda ularning dunyoga qaytishiga yo'l bormidi deganligini ko'rsan. وَتَرَاهُمْ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِنْ طَرْفٍ خَفِيٍّ وَقَالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِيهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ. Ularning qo'rqqan, xorlangan holda, dozaqqa ko'zning quyruqi bilan qargan holda, dozaqqa to'g'rilanganligini ko'rsan. Mo'minlar, shubhisizki ziyon tortquchilar qiyomat kuni o'ziga va oilasidagilarga ziyon solg'uvchilardir deydi. Bilinglarki, zolimlar haqiqatan doimli azobdadir. وَمَا كَانَ لَهُم مِّنْ أَوْلِيَاءَ يَنصُرُونَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن سَبِيلٍ. Ularga Allah'tan başqa yardım berdigan dostlar bolmaydı. Allah kimni gumroh qilsa, uni dunyoda haqqa, oxiratda jannatga erishtirguchi hech yo'l bo'lmaydi. استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. Allah tarafından gelen, qarşı turğulu bolmaydigan bir gün kelişdən burun, Parvardigoringlarning da'vatini qabul qilinglar. Bu kunda sizlarga qochadigan joy tepilmay qoladi. Qilmishinglar nima amalinglarga yiziqliq bo'lganligi, a'zoyinglar uningga guvoh bo'lganligi uchun sizlar uni inkor qila olmaysizlar. فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ وَإِنَّا إِذَا أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. Agar ular, yani müşrikler imandan yüz öğürse,
Biz seni ularga kuzatchi qilib avatganimiz yo'q. Sening vazifang faqat tabliq qilishdir. Agar insonga bizning rahmatimizni tetishsa xo'sh bo'lib ketadi. Ularning qilgan gunohlari tufaylidan beshiq biror hodisa kelsa, inson to'limi kufroni ne'mat qilg'uchidir. Lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Osmonlarning va zaminning podshohligi Allohga xosdir. Alloh nimani xolisa shuni yaratadi. Xohlagan odamga qiz farzand ato qiladi. Xohlagan odamga o'g'il farzand ato qiladi. أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. Yoki ularga o'g'il qizni aralash berdi. Xohlagan odamni tug'mas qiladi. Allah haqiqatan hammani bilguchidir, hammaga qodirdir. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. Allah har qanday odamga faqat vahiy orqali yoki parda orqasidanla yoki bir payg'ambarni avatib o'z izni bilan uningga xohlagan vahiyni qilish orqaliqla so'z qilgan. Allah haqiqatan maxluqlarning sifatlaridan ustundir. Hikmat bilan ish qilg'uchidir. وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. Shuningdek, ya'ni boshqa payg'ambarlarga vahiy qilgandek, amrimiz bo'yicha sana Qur'onni vahiy qildik. Sen vahiydan ilgari Qur'onning va iymonning nima ekanligini uqmayding. Lekin biz Qur'onni bir nur qildikki, uning bilan biz bandalarimizdan xohlagan kishilarni hidoyat qilamiz. Shak shubsizki sen to'g'ri yo'lga boshlaysan. صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. O osmonlardagi va zimindagi narsalarning hammasi o'ziga xos bo'lgan Allohning yo'lidir. Bilinglarki, hamma ish Allohga qaytadi.